Aholi orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ziyoli oilalar sonini ko'paytirish, o'sib kelayotgan avlodda mutolaaga qiziqishni oshirish maqsadida Zangiota tumanida tadbir bo'lib o'tdi. Unda shoir va adabiyotshunoslar bilan yoshlar o'rtasida davra suhbati tashkil etildi. Navbatdagi lavha shu haqda. Zangiota tumanida Toshkent viloyati axborot kutubxona markazi hamda Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali hamkorligida adabiyotning sehrli dunyosiga sayohat nomli davra suhbati tashkil etildi. Ushbu tadbir yosh avlodning kitob va adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan muhim ijtimoiy ma'naviy tashabbus bo'ldi. Mazkur davra suhbati kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilib, hozirda respublika bo'ylab mutolaa madaniyatini rivojlantirish hamda adabiy estetik tafakkurni yuksaltirish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tashabbuslarning uzviy davomi sifatida e'tirof etildi. Tadbirda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, Tong yulduzi gazetasi bo'lim muharriri, Shuhrat medali sohibi Ahtamquli Karimov hamda 2018-yilgi yosh kitobxon ko'rik-tanlovi g'olibasi Shohsanam Xolboyeva faxriy mehmon sifatida ishtirok etdilar. Ular yoshlar bilan samimiy suhbat qurib, ijodiy izlanishlari, adabiyotga bo'lgan muhabbati va hayotiy yutuqlari haqida ilhomlantiruvchi fikr-mulohazalarini bildirdilar. Kitob o'qigan odamlar dunyoni bugun boshqaryapti. Ilm bilan, bilimsizlik bilan ishga kirishsang foydasi bo'lmaydi, qancha tirishsang deganlardek, shu bilimni qanchalik farzandlarimizni qalbiga ko'p joy qilsak, ular haqiqiy bir insonlar bo'lib kelajakda yetiladi. Savodli, bilimli, jamiyatga juda o'qigan farzandlarning ko'proq kerakligini mana davlatimiz rahbari juda ko'p bora aytishyaptilar. Shuning uchun yoshlarimizda kitob o'qiganlarga qarangki mashinalar berilyapti. Kitob o'qiganlarni juda katta rag'batlar qilinyapti. Bularning hammasining tagida shu ilm yotibdi. Ilm olish uchun esa biz faqat nimaga intilishimiz kerak? Kitobga intilishimiz kerak. Bugun mana bolalarimizni bizga bergan savollardan sezilib turibdiki, shu yoshlarimiz demak qalbida nimadir bor. Uyg'oq ular. Ularning qalbida uyg'oqlikda, o'sha muhabbatda yoshlar o'zida yoshlarga bu muhabbatni shu kattalar doim uyg'otib turish kerak. Ularni to'g'ri yo'ldan borishini, ularni ota-onani hurmat qilishni, vatanni sevishni, katta mehr berishni biz o'sha bolalarga o'rgatdik bugun. Davra suhbati faqatgina ma'ruza ko'rinishida emas, balki savol-javob ko'rinishida ham bo'ldi. Savol-javob davomida eng yaxshi savollarga eng yaxshi javob berganlarga 1 yillik mutolaa premiumi sovg'a qilindi. Haqiqatda aytadi-ku, kitobxonlik hech qaysi davra tanlamaydi, hech qanaqa kasb tanlamaydi. Haqiqatda mana boshqa sohani egalari shunaqa kitob o'qishgani, kitobga qiziqqani lol qoldirdi meni va o'ylaymanki, mana shu kitobxonlik haftaligi kelasi yilda bo'lganda ham kelganimizda ular bemalol faxr bilan 40 ta 50 ta kitobni tugatdim. Mana shu sizni motivatsiyangiz yoki bo'lmasam ustozlarni, ularni aytgan suhbatlari, ularni ma'ruzalari orqali bizga katta motivatsiya oldik deb keyingi yili o'zlarining natijalari bilan bo'lishadi degan umiddaman. Tadbir davomida faol ishtirok etgan yosh kitobxonlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa ularning bilim va kitobga bo'lgan ishtiyoqini yanada kuchaytirdi. Bunday uchrashuvlar nafaqat ma'naviy ma'rifiy qadriyatlarimizni rivojlantirishga xizmat qiladi, balki yoshlar tafakkurida ham chuqur iz qoldiradi. Zero adabiyot qalbni tarbiyalaydi, kitob fikrni charxlaydi, uchrashuvlar esa qalblarni bog'laydi. Adabiyotning sehrli dunyosiga sayohat. Bu shunchaki tadbir emas, balki yosh avlodni ma'rifat sari yetaklovchi hayotiy saboqdir.